Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan men Jayxon. Hozir katta qishloq chiqarishning usulini o'rgataman. Bilasizlar, bu yoqqa 455 deyasizlar, keyin kirasizlar. Mana o'rningizda turibdi. Bu yoqda yana bitta qishloq bor mana. Hozir mana mazza qilib o'ynaysizlar. Mana bu yerda kompotning uyi yo'q ekan. Bunda kerak, bunda bor ekan. Hozir ko'rsataman. Ichida qanday narsalar borligini. Ichida ikkita olma, qilich va non qora narsalar ham bor. Ularning ismini bilmayman. Ana mazza qilib bu qanday uy bo'ldi? Xullas, bu yer uy ekan. Chiqib yana bitta ko'rsataman hozir. Mana bu yoqqa kirasiz. Mana 55, 88 va 3. Bu okey. Olmadimi? Mana ekan, mana. Mana aytdim, bundan kompotning uyi yo'q ekan. Bu yoqlarni like va obuna bosib qo'ying, iltimos. Bo'pti, xayr. Sizlar bilan Jayxon bo'ldi, xayr. Obuna va like bosib qo'ying.